Tacikistan virusi yamragandan buyon qattiq qo'lliq bilan ijro qilinayotgan qamal choralari davom qilayotgan sharoitda Xitoy raisi Shi Jinping virus vabosidan buyongi tunji qatimliq chet el safari uchun Qozog'istonga yo'l oldi. 2022 yılı sentabrdagi bu ziyorat jarayonida dunyo jamoati ikki taraf o'rtasidagi munosabatning odatdagi aloqa darajasida emasligini, aksicha buning amaliyotda zo'r kuchlar orasidagi murakkab munosabatning bir partisi ekanligini vositalik ravishda his qilib yetdi. Ma'lum bo'lgan ommaviy uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur diyoridagi 1700 kilometrlik chegara liniyasi orqali Xitoy hukumatı Qozog'iston bilan qo'shni holda turayotgan bo'lib, Qozog'iston Jumhuriyati mustaqillikni qo'lga olgan 1991-yilda ikki taraf rasmiy diplomatik aloqa o'rnatgan. Ammo shu vaqtga qadar ular o'rtasida bevosita aloqa bo'lmagan. Aksicha bu jihatdagi aloqalar Xitoy Sovet ittifoqi o'rtasidagi munosabatning bir qismi sifatida mavjud bo'lgan. Shu vaqtdagi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev tezla Xitoyni Qozog'iston iqtisodini zamonaviylashtirish hamda ichki va tashqi siyosat sohasidagi Rossiyaning ig'ir ta'sirini tozalashda ochqishliq rol o'ynaydi deb qaragan. Ana shundan tortib Xitoy davlati energiya boyligi mo'l bo'lgan Qozog'istonning ikkinchi cho'ng savdo sheriki, shuningdek birinchi nomerlik eksport obyekti bo'lib qolgan. Ana shu yo'sinda 2022-yilga kelganda ikki taraf o'rtasidagi savdo miqdori 25 milliard Amerika dollaridan eshib, ikki taraf o'rtasidagi hamkorlikning yangi pallaga qarab mang'anligidan bishorat berdi. Bo'libmi Shi Jinpingning Qozog'iston ziyorati jarayonida o'zining virus vabosidan keyingi tunji qatimliq chet el ziyorati uchun Qozog'istonni tanlaganligini ta'kidlashi. Shu qatorda biz Qozog'iston bilan bo'lgan munosabatga yuksak e'tibor beramiz. Shunga xalqaro vaziyatda qanday o'zgarishlarning bo'lishidan qat'iy nazar, Qozog'istonning mustaqilligi va egalik huquqini qo'llash yo'lidagi barliq harakatlarni qat'iy himoya qilamiz deyishi Qozog'istonning Xitoy uchun naqadar muhim ahamiyatga ega ekanligini bevosita jakor qildi. 中方始终坚持支持哈萨克斯坦维护国家独立。Bununla javoban Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning ikki mamlakat o'rtasidagi unumli hamkorlik amaliyotda Xitoy taraf o'tirg'i qo'ygan Ipak yo'li iqtisodiy balvig'ining amalga oshirilishi bo'lib, buni rais Shi Jinping o'tirg'i qo'ygan degan bayonlari buningdagi iqtisod omilini hamda bu vaqtdagi nazariyalarning manbasini bevosita holda aks ettirdi. 丝绸之路经济带的中方倡议，这个想法由中国主席习近平首次在哈萨克斯坦 qurilgan Shanghai hamkorlik tashkilotining qurg'uvchilari bo'lgan Xitoy va Qozog'iston o'rtasidagi hamkorlik iqtisod sohasidan boshqa yana ma'rif, harbiy mashq va terrorlikqa qarshi turish qatorliq sohalarda ham aks etadi. Bo'libmi ikki taraf o'rtasidagi energiya sohasini markaz qilgan aloqa buningdagi markaz bo'lish bilan izchil muhim salmoqni egallab kelgan. Xitoyning Dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi bilan uning tezdan dunyodagi eng chong ishlab chiqarish bazasiga aylanishi amalga oshgan bo'lsa-mu, bu xil zo'r ko'lamli ishlab chiqarishga lozimlik bo'lgan energiya boyligini Xitoy tavasidan, jumladan Uyg'ur diyoridan qizilayotgan energiya bilan qamdash mumkin bo'lmay qolgan. Ana shu xil jiddiy ehtiyoj tezdan Xitoy hukumatining nazarini energiya boyligi mo'l bo'lgan Qozog'istonga yo'tkagan. Bu jarayonda Qozog'istondan yo'tkazilgan energiya, kon mahsulotlari deganlar tezdan miqdor va ko'lam jihatda raketasimon suratda eshishga boshlagan. Bo'libmi Xitoy hukumatining Qozog'iston tavasidagi tabiiy gaz sohasiga mablag' selishi tezdan oshgan. 2021-yilning o'zida Qozog'iston Xitoyga 4 trillion tonna tabiiy gaz eksport qilgan. Gerçi bu son Xitoy hukumati Rossiya va O'rta Sharq rayonidan import qilayotgan energiya boyligiga solishtirganda ancha ko'p bo'lmasa-mu, Xitoyning dengiz yo'li orqali energiya import qilishidan ko'p bexatar hisoblangan. Xitoy Qozog'iston o'rtasidagi diplomatik va boshqa sohalarga mansub bo'lgan munosabatlar haqida radiomizning maxsus ziyoratini qabul qilgan mutaxassislardan Amerika armiyasi urush institutining professori Zenil Garasiya buningda energiya ehtiyojidan boshqa yana har ikki tarafning o'ziga yarasha qarshi tarafdan kutadigan umidlari borligini ta'kidlaydi. U bu haqda mundaq deydi. I consider that Kazakhstan is vital for China for two reasons. The first one is that Kazakhstan provides a means for China. Bu hakikaten qiziqarli savol. Menimcha Qozog'iston ikki jihatdan olganda Xitoy uchun bakmi zarur. Buning biri Qozog'iston dal Xitoyga zarur bo'layotgan g'arbiy chegaraning muqimligiga kepillik qilishdagi ochqoch. Biz bu yerda Xinjiang haqida so'zlab o'tamiz. Boshqacha qilib aytganda, Xitoy necha 10 yildan buyon Xinjiangni Xitoyning ajralmas bir qismiga aylantirish uchun tirishib kelyotadi. Bunun için ular özlerinin qo'shnilar bilan unumli hamkorlashishga muhtoj. Bu jihatdan olganda Qozog'istondagi Uyg'ur nüfusini ularning diqqatida bo'layotadi.
Uyg'urlar masalasi to'g'risida Qozog'iston bilan hamkorlik o'rnatish va g'arbdagi chegarani bexatarlikka ega qilish Xitoyga bakmi zarur. Yana bir jihatdan bo'lsa, Qozog'iston Xitoy uchun chet el bozoriga chiqadigan darvoza bo'lib qolgan. Bo'libmi Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi boshlangandan buyon bu xil ehtiyoj texmi zo'raydi. Xitoy bu qurilishni unumli tamomlash uchun Yevrosiyo quruqligida bir ishonchlik ta'minlash zanjiri barpo qilishga muhtoj. Buning uchun ular Qozog'istondek bir davlatga ehtiyojli. Qozog'iston bo'lsa hozir ko'p qirliq diplomatiya siyosatini o'ynayotganligi uchun mablag' selish, bozor echish va siyosiy yo'lanchuk tepish qatorliq sohalarda Rossiyaning o'rnini bosalaydigan bir tashqi kuchga muhtoj. Bu bo'lsa dal Xitoydir. Xitoy mushu orqali Qozog'istonga Rossiyadan dalda bo'la oladigan bir siyosiy bo'shliq ato qila oladi. It provides Kazakhstan political space, right, to not be entirely beholden to Russian interests. Bu masala haqida so'z bo'lganda, Qozog'istondagi tonilgan jamoat arboblaridan Qahramon Xo'jambardi apandi buningda Uyg'urlar masalasining, shundaqla Xitoy hukumatining tashqi diplomatiya ehtiyojining o'zaro birlashgan holda rol o'ynab kelayotganligini ta'kidlaydi. Dal shundaq bo'lganligi uchun Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat hozirga qadar bir xil andizidan chiqmagan holda davom qilib kelgan. U bu haqda o'z qarashlarini bayon qilib o'tdi. Birinchi Qozog'istonda yarım milyon Uyg'ur turdi. Bu shu 91-yili Qozog'iston mustaqillik olganda Xitoy birinchi eng diqqat mashaq bo'lgan shu Uyg'urlarni minimum betaraf qilib qo'yish, bu imkon bo'lsa o'zining qo'l ostiga kirgizib olish. Bu birinchi masala. Ikkinchi, bu Qozog'iston shu Markaziy Osiyoda hal qiluvchi rol o'ynaydi har tarafdan. Qozog'istonni o'ziga moyil qolsa, shu Markaziy Osiyoni o'ziga tatalaydi. Uchinchidan, bu Xi Jinping sahnaga chiqqandan beri atalmış bir yol bir balvoq stratejisini o'tirib qo'yganda, ya'ni shu butun g'arbga qarab Xitoyning iqtisodiy kengayishi, keyin siyosiy kengayish bu Qozog'iston orqali o'tadi. Uyg'uriston, Sharqiy Turkiston, Qozog'iston bu eng muhim rol o'ynaydi. Shu strategiya bo'yicha Qozog'istonni Xitoy hamma tarafdan har xil silih kuch orqali ba'zi qo'rqitib, ba'zi bu yosh davlatlarni shakllantirish jarayonida har xil yordamga majbur bo'lib, Qozog'iston boshqalarga o'xshashla Xitoyga iqtisodiy bog'lanib ketdi. O'zaro munosabatda 25 milliard dollarga yaqin qarz bor. Xitoy bilan Qozog'iston o'rtasidagi aloqada Xitoy hukumatı uchun muhim deb qaralayotgan masalalarning biri O'rta Osiyodagi muqimlik masalasi bo'lib, Xitoy hukumatining bir balvoq bir yo'l qurilishi uchun buning nimadan darak beradiganligi har ikki tarafga oydin masalalardan bo'lib qolgan. Bo'libmi Afg'oniston tavasida Talibanlarning qaytadan hokimiyatni egallab olishi, avom fuqaro orasidagi norozilik, shundaqla mazkur rayonni ko'zlagan siyosiy jo'grafiyalik intilishlar Xitoy hukumati uchun ba'zi rayon xarakterlik xirislarni paydo qilib kelgan. Yana kelib bu rayonning Uyg'ur diyori bilan bo'lgan chegara liniyasi orqali Xitoy bilan qo'shni bo'lish vaziyati asli qilishi o'z navbatida Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi qattiq qo'lliq bostirishlariga shart-sharoit hozirlab bergan. 2022 yil yanvarda Almuta shahrida portlagan zo'rliq kuch namoyishi Qozog'istonning amaliyotda Xitoy bilan Rossiya o'rtasida yengilayotgan holatini aks ettirib bergan. Gerçi Amerika armiyasi Afg'oniston tavasidan chekinib chiqqan bo'lsa-mu, uning o'rniga oshqulliq bilan dang chiqargan Talibanlarning chiqishi, yana kelib rus tili va rus ta'siri shuncha kuchli bo'lgan Qozog'istonda Xitoy ta'sirining borgan sari eshib mengishi Qozog'iston uchunmi o'ylanishga tegishli bir qator masalalarning borligidan bishorat bergan. Buningga mos soldagi bir qism yuzlanishlar har ikki tarafning rasmiy axborot vositalaridan o'rin olgan. Xitoy hukumatining koni bo'lgan Yer shari vaqti gazeti 2022 yil 15 sentyabr kuni bosh maqola e'lon qilib, Xi Jinpingning Qozog'iston ziyoratini madiylagan hamda ikki taraf birlikda kuch chiqarib, uch xil kuchlarni o'rtaq bostirishga, oshqo'llikqa qarshi turishga hamda qarshi tarafning ichki ishlariga aralashmaslikqa kelishdi degan. Buningga javoban Qozog'iston hukumati o'zlarining bir Xitoy siyosatini qat'iy himoya qiladiganligini, har qanday mazmundagi Tayvan mustaqilligini e'tirof qilmaydiganligini bildirgan. İki taraf o'rtasidagi munosabat to'g'risida so'z bo'lganda, professor Zenel Garcia bular o'rtasidagi o'tkinchi makon bo'lgan Uyg'ur diyorining har qachon buningdagi markaziy nuqta bo'lib kelganligini ta'kidlaydi. It's kind of the centerpiece. In other words, if China is unable to get cooperation from Kazakhstan regarding stability in Xinjiang,
Bu joy bir markaziy nuqta. Boshqacha qilib aytganda, agar Xitoy hukumatı Xinjiangdagi muqimlik masalasida Qozog'iston bilan hamkorlashmasa, bu ikki davlat o'rtasida hamkorlasha oladigan boshqa narsa qolmaydi. Bu ikki davlat o'rtasida Sovet ittifoqi yemirilgandan buyon muqim aloqa davom qilayotgan bo'lib, uningdagi asosli sababning biri Xitoy hukumatı Qozog'iston orqali Uyg'urlar masalasini obdalli bir taraf qilib keldi. Şuna bu cihatdan alganda Xinjiang ikki taraf o'rtasidagi munosabatda izchil markaziy nuqta hisoblanadi. So in other words, Xinjiang is central to the bilateral relations between these two countries. Qahramon G'ojamberdi akaning fikricha, ikki taraf o'rtasidagi rayon xarakterlik masalalar allaqachon tegishli darajada muzokara qilinib bo'lgan. Shunga buningda har ikki taraf qarshi tarafni qo'llash mavqesini davom qildirib kelgan. Bizning birinchi prezidentning deydigan har qachon Xitoy bizga atom quroli bilan kapolat berdi, garant berdi, bizning tinchlik bexatarligi deydi. Xitoy ikkinchi kunda Qozog'iston mustaqilligini e'lon qilgandan keyin ikkinchi kunda diplomatik munosabat o'rnatdi. Ham mushu tavada eng iqtisodiy taraqqiyot davlat Xitoy, shundan Qozog'istonning yer osti yer usti boyliqlarni ilish, ularni vakaza hammasini tegdak Xitoy bilan hamkorlashib o'tirg'i chiqirmiz deb, undan boshqa 2000 yıllardaki bazı evir devirde birden-bir pul saladigan deb qo'ydi, bular investitsiya, ya'ni pul qarz beradigan davlat Xitoy bo'lib qoldi. Bilasizlar, biz oddiy haq deydi bilmaymiz, qanday sharoit bo'yicha berdi, qancha %ga berdi. Qozog'iston shunday bog'lanib qoldi. Ma'lum bo'lishicha, borgan sari eshib berayotgan Xitoy ta'siri Qozog'iston tavasida fuqarolarning noroziligini qo'zg'ash bilan birga Qozog'istonning ko'p qutbli tashqi siyosat diplomatiyasida tegishli o'rganishga boshlagan. Hürmetli radio anlıqçılar. Bu programının davamını qiziqsanglar, diqqatinglar keyingi anglitishimizda bo'lsin. Xitoy Qozog'iston munosabati iqtisodiy sohadagi ehtiyojni cho'rdigan holda rivojlanish bilan birga siyosiy jihatdagi bir qator yangi yuzlanishni borliqqa keltirgan. Bularning ichida eng gavdalik bo'lgani Qozog'istonni Xitoy hukumatiga beqindi holga tushirib qo'yish bo'lib, o'tgan 10 yillik iqtisodiy muomala jarayonida Xitoy hukumati buni bakmo o'ngishliq amalga oshirgan. Bu bo'lsa, mohiyatda ikki taraf munosabatining g'oyat daraja farqi hosil qilgan holda mavjud bo'lishini belgilagan. Xitoyning savdo, mablag' silish va pul muomala aloqasi qatorliq vositalarni ishga solib, Xitoy iqtisodini Qozog'iston tavasida oburutga selishi oxirida Qozog'iston iqtisodining mutlaq Xitoy iqtisodiga beqindi bo'lib qilishini keltirib chiqargan. Doktor Simon Richning kitob bo'lib nashr qilinish oldidagi doktorlik maqolasi dal mushu xil tabiiy tuzumi shaklini olgan ikki taraf munosabatiga bag'ishlangan. Doktor Simon Richning bayon qilishicha, Xitoy hukumati Qozog'istonning iqtisodiy beqindiligini qo'lga keltirib olgan bo'lg'achqa, ikki taraf munosabati mohiyatda Qozog'iston hukumati hukmron o'rinda turayotgan Xitoyning sizg'an siziqidan chiqmaydigan shaklda davom qilib kelgan. Bu xil beqindilik tufaylidan Qozog'iston tavasidagi tabiiy boyliqni qizish butunlay Xitoyning xohishi bo'yicha ish qilishga boshlagan. Xitoyning Qozog'iston uchun eng muhim savdo sheriki, eng zo'r qarz berguvchi va chet el mablag'ini elib kirishdagi eng cho'ng manba bo'lishiga solishtirganda, Qozog'istonning Xitoy bilan bo'ladigan savdosi Xitoy uchun tilga olgudek qimmatga ega emas. Bu savdoning miqdorini Xitoyning Yaponiya yoki Amerika bilan bo'ladigan o'zaro muhtojlik asosidagi savdosiga solishtirish texmi mumkin emas. Bundaq ahvolda Xitoy butunlay ikki taraf savdosini ijro qilguvchi va uni qaror qilguvchi, Qozog'iston bo'lsa uningga ergashguchi va bo'ysunguchi bo'lib qolgan. Bundaq ahvolda Xitoy hukumati tabiiy ravishda Qozog'istonning energiya boyligini qizish va ikki taraf o'rtaq bahramand bo'layotgan suv boyligini kontrol qilishni o'z foydasiga qarab mangdura olgan. Ikkinchi turli qilib aytganda, Xitoy hukumati harbiy vositalar orqali emas, aksicha iqtisodiy vosita orqali butkul Qozog'istonni o'z kontroliga ep bo'lgan. Doktor Simon Rich bu ahvolning mohiyatda Manju imperiyasi davrida keng qo'llanilgan Olpan sistemasining yangiboshdan o'tirg'a chiqishi ekanligini ta'kidlaydi. Bu xil sistemada Xitoyni dunyo tartibining markazi deb e'tirof qilgan qo'shni rayonlar imperiya bilan savdo qilish imtiyoziga erishgan hamda uningdan zo'r iqtisodiy manfaatga erishgan. Ularning Olpan nomida topshirgan sovg'atlari imperiya tarixnomalarida bu joylarning Xitoyga bo'ysunganligining isboti sifatida xotirlangan. Darvaqa Qozog'iston hukumatimi bu xil reallikning mavjudligini his qilib yetgan bo'lganligi uchun o'zlarining Xitoyga beqinib qilish vaziyatini o'zgartirish, hech bo'lmaganda uni muayyan darajada tövallatish uchun ba'zi diplomatik choralarni ishga solgan. Professor Zenel Garsiyaning qarashicha, Qozog'iston hukumati o'zlarining Xitoyga tayinib qilish vaziyatini o'zgartirish uchun ko'p qutbli diplomatiya o'yinini buningdagi bir muhim vosita qilib tanlab olgan. Buningda ular Xitoydan boshqa yana Rossiya,
Turkiya, Yevropa İttifaqı və Amerika bilanmı belgilik yo'sinda aloqa o'rnatib, bular bilan ko'p bulunliq to'raslik qilgan. They have been very successful with it. If you think after 1991, most of the Central Asian countries experience a significant economic contraction, right? Not a whole lot of bu jihatda ularni bak cho'ng qutuq qazanib ketdi deyolmayman. 1991 yildagi vaziyatga qaraydigan bo'lsangiz, shu vaqtdagi O'rta Osiyo davlatlarining ko'p qismi iqtisodiy jihatda bekla oldin ketgan edi. Yana kelib u vaqtlarda chet el mablag' deganlarmi yo'qning o'rnida edi. Ularga miros qolgan hol muassasa qurilishlarining ko'pinchisi Rossiyaga ketishib edi. Ularning birdan-bir bozor qiladigan joyi Rossiya bo'lib qolgan edi. Yana kelib bu joy quruqliqning o'ttirisida bo'lganligi, dunyo bozori va ta'minlash zanjiriga bog'lanadigan biror yo'li bo'lmaganligi uchun Qozog'iston hukumatı ko'p qutbluq diplomatiya usuli orqali siyosiy va iqtisodiy jihatda yagona holda Rossiyaga bog'lanib qolish vaziyatini o'zgartirishga urindi. Ular Xitoyni bu rayonga elib kirish orqali Xitoyning bozoriga va Xitoyning mablag' selishiga ega bo'lmoqchi bo'ldi. Xitoymi bu jihatda ma'qullik bildirib, ularga o'zlarining Jiangsu o'lkasidagi portlarini oriyatga bermoqchi bo'ldi. Qozog'iston bo'lsa o'zining eksport mollarini Xitoy temir yo'li orqali Sharqiy Xitoy tavasiga yo'tkash, ondan bu portlar orqali G'arb dunyosiga eksport qilmoqchi bo'ldi. Qozog'iston Xitoy uchun bo'libmi ularning bir balvoq bir yo'l qurilishi uchun bak muhim bo'lg'achqa Xitoy yo'l muassasa qurilishiga g'oyat zo'r mablag' soldi. Bu jihatda Amerika bir yerda qoldi. Bo'libmi Nazarboyev huquq tutayotgan mezgillarda u Aloyidin Oqsaroyni ziyorat qilib, ularni Qozog'iston temir yo'liga mablag' selishga qiziqtirmoqchi bo'lgan. Ammo bu ishni Xitoy ustiga oldi. 90-yillarda ular Rossiyaga beqinib qolgan bo'lsa, hozir ular Xitoyga beqinib qolyapti. Kazakhstan predominantly went towards the Russian Federation. Today you have new pipelines, railways and roads that are heading into China, which is obviously a different direction. But also the linkages with other Central Asian countries. Vildir Sanchezning fikricha, Nursulton Nazarboyev va Qosim-Jomart To'qayevning Oqsaroy bilan suhbat va uchrashuvlari ikki taraf o'rtasidagi savdo miqdorini 2 milliard Amerika dollariga elib chiqishga muvaffaq bo'la olgan. Ammo Oqsaroyning O'rta Osiyo rayoniga qiziqmas bo'lib qolishi tufaylidan Xitoy bilan Rossiya o'zlarining Qozog'istondagi ta'sirini oshirishga davomli kuch sarf qilib kelgan. Shunga bu jihatda Qozog'iston bu ikkisining ta'sirini muayyan darajada cheklash orqali tashqi siyosatdagi muvozanatni saqlamoqchi bo'lgan. Bu vaqtda so'z bo'lganda Qozog'istondagi jamoat arboblaridan Qahramon Xo'jamberdi apandi buningdagi ba'zi aloylikni ta'kidlaydi. Shu 95-yilga kelganda Qozog'iston o'zining sirtqi siyosatining strategiyasini belgilab e'lon qildi. Shu vaqtda bular ko'p qutbli, ya'ni hammasi bilan yaxshi bo'lish, cho'ng qutblar bilan yaxshi bo'lish strategiyasini o'tirib qo'ydi. Shu zamonda men birinchi bo'lib bir maqola yozgan. Vaqt meni bosatdi. O maqolada Qozog'iston Yevropa birligiga kirish kerak, NATOga a'zo bo'lish kerak, eng yaxshi munosabatni Amerika bilan qilish kerak deb. Meni tegishli doirlar xeyli uchirdi o zamonda. G'arb bilan bu Qozog'istonning boylik ko'p bo'lgandan keyin G'arb o'zi kelib, o'sha Yevropa birligi bilan bo'lgan savdo Qozog'istonda eng ko'p savdo hajmi tarafdan. Hozir qiyinchilik bo'lyapti, chunki buni embargolardan keyin Rossiya orqali ma'nodan masala problem chiqib, buni boshqa yo'llarni izlash va kaza. Bu Qozog'iston qarang. Bizning birinchi prezident saviyalik nima bo'lgandan keyin u birdilla shu G'arbga sening ras bunda aytganda Xitoyning siliq kuchini qo'llanib baqdi. Og'zida deb amaliyotda bizim yerda inson huquqi, demokrat masalasi hammasini Xitoy o'xshash cheklash, Rossiya ikkisi o'xshashildi. Shu ikkisiga qarab cheklash nima qilish, G'arbga bo'lsa har xil bizda jiq qonunlar bor. O'qisangiz karamat. Asosiy qonunni karamat. Ko'chirib olgan shu Fransiya bilan nimanikini, Amerikanikini. Amaliyot tub asosan boshqa. Qozog'iston tavasidagi 3,5 million rus nupusi va izchil davom qilib kelgan rus ta'sirining mavjudligi Qozog'istonni Xitoy tarafga siljitib kelgan bo'lsa, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishidan keyin bu xil taqdirning o'z beshiga kelishidan andish qilish xohishi Qozog'istonni Xitoyga texmo yaqinlashtirganligi ma'lum.
Yeni kelib Xi Jinpingning bu vaqtda oshkora va'da berib, har qanday kuchning Qozog'istonning mustaqilligiga shikast yetkazishiga qarshi turamiz deyishi Rossiyaga vositalik holda ogohlantirish berish bilan birga Xitoyni bu rayondagi asosli bexatarlik bilan ta'min etguchiga aylantirib qo'ygan. Buning bilan Qozog'istonning oliy hukmronlik guruhi Xitoy bilan bo'lgan munosabatni quyuqlashtirish orqali Rus ta'sirida siqib chiqarish andishasiga texib mahkam yepishgan. Pul muomala vaqti gazetining 2022 yili 13 yanvardagi xabarda aytilishicha, shu vaqtdagi ommaviy uchurlar butkul Qozog'istondagi boylikning 55% 160 necha kishining qo'liga markazlashib qolganligini, ularning ko'p qismi tunji prezident Nazarboyevga bevosita chetildigan kishilar ekanligini namoyon qilgan. Halbuki Qozog'istondagi Xitoy ta'sirining kundan kunga eshib menishi hamda buning oliy hukmronlik guruhining xususiy manfaatlariga berib chetildiganligi Qozog'iston tavasida ko'plagan noroziliklarga sabab bo'lishga boshlagan. Bu jihatda Qozoq fuqarolarining Xitoy hukumatiga qarshi mavqesi ko'plab oshkor yo'sinda o'ttirga chiqqan. Jumladan 2019 yildan boshlab Qozog'istondagi Almuta, Aqto'pa, Shimkent va Nur-Sulton degandek shaharlarda ko'rilgan Xitoyga qarshi norozilik namoyishlarida Xitoy yurtimga qayt, Xitoyning kengaymichiligiga yo'l yo'q degandek plakatlar o'ttirga chiqqan. Bo'libmi Xitoyning mablag' solish nomida Qozog'istondagi shirkatlarning igilik huquqini qo'lga olib olishi, Qozog'iston tavasida g'oyastor yerlarni uzun muddatga ijara olib olishi, shundaqla Qozog'istondagi ko'plagan xizmat fursatlarini Xitoylarning olib ketishi bilan Qozog'istonda bir turli Xitoy vahimasi bosh ko'targan. Ammo bu hol Xitoyning Qozog'istondagi iqtisodiy va siyosiy ta'sirini ojizlatishga hech qancha ta'sir ko'rsatmagan. Shundaqla Qozog'istonning Rossiya harbiy qismlari orqali o'z ta'vasidagi ma'lumotchilik vaziyatini tinchitishi, ularning Rossiya bilan bo'lgan aloqasini bir yoqqa tashlab qo'yishni xohlamaydiganligini hamda har qachon Xitoy bilan Rossiya ta'siri o'rtasida bir tangpungliqni saqlashga moyillikni namoyon qilgan. Bu haqda so'z bo'lganda professor Zenel Garcia bunday deydi. A two-layer problem here. The Kazakh government has concerns with some of the ways in which the Chinese investment has gone. Right? Meningcha bu yerda ikki qatlamli omil mavjud. Biri Qozog'iston hukumatı Xitoy mablag'ining eqib ketishidan ansiraydi. Yana kelib bu joyda uncha ko'p chet el mablag'ini elib kirishning bak ko'p manbasi mavjud emas. Shunga ular bu o'yinni noit ehtiyotchanlik bilan o'ynayotadi. Chunki ular Xitoy mablag'ini rad qila olmas holda bo'lganligi. Yana kelib Qozog'istonning oliy hukmronlar guruhi Xitoyning mablag' silishidan bakmu rozimanlik his qilayotganligi uchun ular hadisa yangi qurilishlarni, yangi zavodlarni e'lon qilib kelyotadi. Ular bu yangi turlarning yangi xizmat fursatlarini va boy bo'lishning yangi yo'llarini ochadiganligini ta'kidlab kelyotadi. Ammo bu manfaatlar yoki yaxshiliklarning o'ttirga chiqqanligini xalq ko'rgani yo'q. Shunga bu xildagi va'dalar bilan reallik o'ttirsida bakmi zo'r hang mavjud. Yana biri hozir ularning andish qilayotgani Xitoyning Qozog'iston tavasidagi yezigilik sohasiga g'oyat zo'r mablag' silish bo'layotadi. Bu yer masalasi bo'lg'achqa tegishli huquq masalasiga, yerdan foydalanib kimning boy bo'lishi masalasiga berib chetiladi. Xitoyning chetalga mablag' silishidagi bir nuqson shuki, buningda har qachon yerlik xalqqa manfaat olib keladiganligini davron soladi. Ammo ular hech qachon yerlik xalq bilan bu ishlarni rohat bir yoqda qila olmaydi. Xitoyning O'rta Osiyoga mablag' silishi asosan mushu qilibdi bo'layotadi. Mushu sababdan Xitoy hukumati bilan yerlik xalq orasidagi zo'r bo'shliq borligi and understand the concerns of local people and incorporate those concerns into the way in which they do investment has not. Xitoyning Qozog'iston tavasidagi siyosiy va iqtisodiy ta'siri mohiyatda Rossiyaning harbiy ta'siridan ko'p olqib ketganligi uchun bu hol Qozog'istonni har qachon Xitoyning oldida tili qisqa qilib qo'ygan. Professor Zenel Garcia'ning qarashicha, dal mushu xil tili qisqa bo'lish tufaylidan Qozog'iston hukumatı hatto minglagan qozoq fuqarosining Xitoy hukumatı ijro qilayotgan lagerga qamalishi hamda majburiy emgakka silinishiga qarata keskin ifoda bildirishga ojiz kelgan. Shunga bu xil orqa ko'rinishda Qozog'iston hukumatining navbatdagi davlat manfaatini da lagerlardagi qozoqlar uchun o'tirg'a chiqishi yoki bu masalalarni ta'kidlash orqali Xitoy bilan bo'ladigan munosabatni buzib qo'yishi ehtimoldan bakmo yiroq ishgan. You would expect the Kazakh government would bring this issue up more regularly to the Chinese side, but they really haven't. And because, at least not to the degree that you would expect. Shundaq. Kishilar Qozog'iston hukumatini bu ishlar haqida Xitoy taraf bilan so'zlashsa yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Ammo ular hozirgacha bundaq qilib boqmadi. Hech bo'lmaganda kishilar kutgan darajadami bir ish qilmadi. Meningcha ikki taraf munosabatining xarakteri tufaylidan ular bu masalani muzokara qilmaydi.
Qozog'iston hukumati mo Şinjandagi masalalarni deb Xitoy bilan yaq siqishmaydi. Hech bo'lmaganda bu hol oliy rahbarlik qatlamida yuz bermasligi mumkin. Qozoq fuqarolar bu masalani ko'p qatim o'ttirib qo'ydi. Ammo masala shu yerdaki, Qozog'iston fuqarolarining bu xildagi talab qo'yishlari kuchlik ommaviy shakl olgan holda hukumatning tashqi siyosatlariga ta'sir ko'rsatgudek darajaga yetarlamdi yo'q. Bu bir masala. Bundaq ahvolda ularning qozoqlar duch kelgan bostirishni Xitoy hukumatiga askartish ehtimolidan yiroq. Mushu xil mumkinchilik amalga oshquchi bo'lgan oraliqda qozoq xalqining bu orzusi izchil hukumatlar orasidagi munosabatning qurbonlik mollariga aylanib ketaverishi mumkin. Right? So until that happens, I don't think the Kazakh government will willingly make this a primary Xitoy Qozog'iston o'rtasidagi iqtisodiy munosabat 2023 yil kirgandan boshlab texmo yuqori pallaga chiqayotgan bo'lib, navbatda ko'p qism mutaxassislar ikki taraf o'rtasidagi savdo miqdorining texmo eshishini taxmin qilishga boshlagan. Navbatdagi yuzlanishda Xitoyning Qozog'istonga eksport qiladigan tovarlari kiyim-kechak degandek yenik sanoat buyumlari bo'lsa, Qozog'istonning Xitoyga eksport qilayotganlari mes, neft deganlar bo'layotganligi ma'lum.